Ikkita odam eshakdek mehnat qilmay qo'yaversin. Ota-onasiga oq bo'lgan ham eshakdek mehnat qilmay qo'yaversin. Ota-onasini duosini olgan ham eshakdek mehnat qilmay qo'yaversin. Ota-onasiga oq bo'lgan odam eshakdek mehnat qilsa ham xor bo'lishida shubha yo'q. Endi ota-onasini rozi qilib duosini olganlar eshakdek ishlash shart emas. Bu baraka topadi. Shuning uchun ota-onasi tiriklar mana shu narsa doim yodimizda tursin. Fakun kama shi'ta. Kama tadinu tudan. Xohlaganingda yasha, nima ish qilsang shunga yarasha mukofot olasan. Ayrim o'zini dindor deb bilgan, sunnatga amal qildim deb bilgan, 5 mahal namoz o'qigan, roza tutgan, zakot bergan birodarlarimizni ota-onalarga qilayotgan muomalalardan shikoyat borligini kelib aytishadi. O'lgani yaxshi emasmi? O'lgani yaxshi emasmi?